Mana bu kitobda ijtimoiy tarmoqda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ha, bu o'sha Atom odatlar kitobi James Clear. Nima uchun aynan atom odatlari nomi qo'yilganligini keling bugun ozgina tushunishga harakat qilamiz. Chunki sarlavhani yoki kitobning nomini tushunish bu ichkarisini tushunishga katta yordam beradi. Birinchi atom so'ziga keladigan bo'lsak, atom so'zi dastlab miloddan avvalgi 5-asrda Demokrit tomonidan kiritilgan. Tarjimasi bo'linmas degan ma'noni anglatadi. Ya'ni eng oxirgi manzil. Kimyoviy jihatdan ha shunday. Atom eng kichik zarra. Fizikaviy jihatdan garchi proton, elektron, neytron, pozitronlarga bo'linsa-da. Endi ikkinchisi, atomda bu katta yadroviy quvvat bor, ya'ni katta kuch bor. Keyingi so'z odatlar. Odatlar bu biz har kuni muntazam takrorlaydigan xatti-harakatlar yoki ishlar yig'indisi. Misol uchun siz ertalab turib yuvinishingiz, badan tarbiya qilishingiz bu odat. Ya'ni atom odatlar deb tanlanganiga siz eng kichkina ishlarni doim odat qilsangiz, katta quvvat egasi bo'lasiz, ya'ni katta muvaffaqiyat egasi bo'lasiz degan ma'noni aytmoqda. Albatta bu kitob haqida keyin juda ko'plab videolar qilamiz. Ularni o'tkazib bermaslik uchun albatta like tugmachasini bosib, buni ham bo'lchasidan chiqmasin. Nima uchun yigitlar sevgan qizlariga olma berish sababini bilasizmi? Bugun sizlar bilan Timsollar tilsimi kitobidan olma bo'limini muhokama qilamiz. Aniqrog'i men kerakli joylarini aytib beraman, sizlar esa fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Olmaning 4 xil ma'nosi bor deb yozadi kitobda. Birinchi ma'nosi bu farzand. Demak, farzandni ko'rsa olma berish yoki olmaga qiyoslanar ekan. Ikkinchisi esa olma otish bu sevgi ramzi hisoblanadi, ya'ni yor tanlash. Uchinchisi bu eng muhim qismi olmani qabul qilish. Agar siz biror bir qizga olma bersangiz, olmangizni qabul qilsa bu visol. Agar olmangizni yemasa, qabul qilmasa bu hijron ma'nosini anglatar. Va to'rtinchisi olmaning guli bu qalbaki muhabbat ma'nosida kelar ekan. Eng muhim joyini o'qib beraman. Diqqat bilan eshitinglar. Olmaning dumaloq shakli tufayli barkamollik va go'zallik ma'nosini ifodalaydi. Boshqa jihatdan esa shakliga ko'ra ayollar ko'kragiga o'xshagani uchun shahvoniy ma'no kasb etadi. Buni men emas, kitobda yozibdi. Meni ma'lumot qilmanglar. Olmaning rangi ham bu yerda juda muhim. Misol uchun yashil olma farzand, qizil olma esa sevgi muhabbat ramzini berar ekan. Shuning uchun iltimos sevgan qizlaringizga yashil olma bermanglar, hali shoshilmanglar. Oldin qizilini berish kerak ekan. Yana aytishyaptiki, olma Xitoyda tinchliksevarlik bilan uyg'unlashar ekan. Keltlar asotiridagi saodatlar oroli Avalon ham olma so'zidan kelib chiqqan ekan. Ya'ni Uelstelda afal bu olma degan ma'noni anglatar ekan. Bundan tashqari ko'plab ko'hna xalqlarda olma ilohiy meva hisoblanadi. Shu sababdan Yangi yil kuni asalga botirilgan olma sovg'a qilinishi ham urfda bo'lgan ekan. Siz esa fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Bu kitobdan hali biz juda ko'plab mevalar va simvollar haqida videolar tayyorlaymiz. Iltimos sahifamizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna tugmachasini bosib qo'ying. Diqqat bilan eshiting. Balki tushunmasangiz ham mumkin. Agar kimdir sizdan yoki kimlardir kimnidir yaxshi ko'rish va kimdandir nafratlanish g'oyasini yoki fikrini miyangizga o'tkazmoqchi bo'lsa, bilingki eng xavfli qullikning bo'sag'asida turibsiz. Bundan sizni faqatgina kitob qutqaradi. Assalomu alaykum hammaga. Kitob hujra Instagram va YouTube kanali a'zolari oldindan aytib o'taman. Iltimos kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir tushuntirib berishga harakat qilib ko'raman. Bugungi mavzumiz ozodlik haqida. Men ozodlikni o'zini ikkiga bo'laman. Jismoniy ozodlik, ruhiy va ma'naviy ozodlik. Jismoniy ozodlik albatta chegaralangan. Siz bu jismoniy ozodlikni chegaralasa bo'ladi. Siz uyingizdan chiqmasingiz mumkin, mahallangizdan chiqmaysiz, viloyat, tuman, respublika, davlat, yer shari har bitta. Eng oxirgi boradigan joyingiz har bitta. Unga ham faqat kosmonavtlar chiqadi. Ya'ni aniq chegarasi bor, sizda jismoniy chegarangiz bor. Lekin ma'naviy va ruhiy chegarangiz bu chegarasiz, xuddi koinot kabi kengayadi. Qachonki kitob o'qisangiz. Telefon tomosha qilsangiz emas, men ko'rib turibsiz-ku, kompyuterda emas. Chunki men shu paytgacha olgan bilimlarimni faqatgina kitobdan olganlarimgina yuqqan deya olaman. Bulardan olganlarim ham bor, lekin ularning asosi bari kitobga borib taqaladi. Kimdirlar aytishi mumkin, hozir kompyuterda men ko'plab kasblarni, hunarlarni o'rgana olaman, lekin ularda ham tub mohiyatda bor kitobga taqaladi. Siz zo'r aytishni kompyuter o'rganishingiz mumkin, lekin o'zingizni anglab yetishingiz uchun albatta kitob o'qishingiz kerak. Kitob o'qimasangiz siz eng zo'r hacker bo'lib 100 milliard dollar pulingiz bo'lsa ham hayotni anglamay o'tib ketishingiz mumkin. O'sha siz bilgan mashhur Bill Gatesmi, Steve Jobsmi, Elon Muskmi so'rasangiz, albatta ular sizga tavsiya qiladigan kitobi bor. Ular kitob o'qiydigan odamlar.
Lekin sizni stilingiz ham o'zgarib turadi, bilasizmi? Bir sizni hijobda ko'raman, bir ochiq kiyimda ko'raman. Nima uchun? Men har ro'zada uranaman. Ana bu ishing boshqacha. Ana bu ishing boshqa. Endi o'zingga o'xshading. Ana bu ishing boshqa.